Bonjour. Bu fransuzca yaxşımıslar degan gapkan. Apam shundoq deydi. Fransiyadagi do'stlar, sizlar yaxshi turdinglarmi? Men yana bir yangi hikoyamni aytib keldim. Anglashni xohlamsizlar? Mening bir skuterim bor. Uni uyg'urcha nima deb atashni faqat bilmadim. Shunga skuter deb ataveray. Men bu skuterimga bek amaraq. Biroq yaqinning yoqi tunishim uni mendan bek talishgan bo'ldi. Shunga apam uningga yangidan birini ilib berdi. O'tgan hafta men uningga skuterning hamma yerini ismini atab turib tushuntirib qo'ydim. Uningga yana qanday turmush qilishni ko'rsatib qo'ydim. Men fikam qarang. Bu yangi velosipedinizning shuchog'i bor ekan. Xuddi burunqi kichik qizil velosipedinizdek. Siz uni haydashga bek xushsiz. Shunga herkes qo'rqmang, dedim. U dastlab qo'rqqandek bo'ldi. Men uningga o'zim bir necha qitim o'ynab ko'rsatib qo'ydim. Fikam mening velosipedimni ozoda o'ynayotganimni ko'rib, sinab biqishga tamshilib boqdi. Biroq azroq mangmayla yerga yiqilib ketdi. Dahi men sizdek o'ynamaydi ekanman deb yig'lab ketdi. Men gam siz dahi kichik asta haydab o'rganib tursangiz bu bo'ldi. Ammo mashq qilyapsiniz, oxiri menda bu usta bo'lib ketasiz, dedim. Fikamning yana qo'rqayotganini ko'rib, uning kaynidan tutib, tang yugurib baqdim. Uf, kichik bolalarga bir narsani o'rgatmadi. Nimacha tas. Hajat charchab ketdim. Ammo biroz vaqtdan keyin men qo'limni qo'yib atsam-mu, u qo'rqmasdan skuterni asta haydashga boshladi. Men buningdan bek xush bo'ldim. Tugdi. Rahmat.